Assalamu alaykum, sevimli qarindoshlarım. Men İkray Rahman, kitap o'qish munbiri avlodlar turbetidan sizga bu Ramazon kunlarida Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ھايات tarihi xotirlangan sirani bevosita o'qib tarqatyapman. Tünügün biz o'qib Misr podshosi muqavviqqa maktub yo'llash degan mazmunga kelib to'xtagan edik. Unda bo'lsa, navbatda o'sha temadan boshlab o'qishni boshlayman. Tünügünki mazmunda birinchi mazmun, ya'ni Habashiston podshohi Najoshiga maktub yo'llash bo'lgan edi. Unda bo'lsa, ikkinchi Misr podshosi Muqavviqqa maktub yo'llash. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani Mısır ve İskenderiye'nin padişahı Muqavviqqa, yani bunun da izahatda to'liq ismi Jaraj ibn Matta deyilibdi. Maktub yo'lladi. Maktubda mundaq deyilgan edi. Nəhayət şəfqətlik, mehribon Allah'ın ismi bilan boshlayman. Allah'ın bandisi ve peygamberi Muhammed'in qibdilarning kattisi Muqavviqqa Hidayet yo'liga ergashganlarga salom. Salomdan keyin men seni musulmon bo'lishga da'vat qilaman. Musulmon bo'lgin, omon bo'lasan. Alloh sana 2 hassa savob ato qiladi. Musulmon bo'lishdan bosh tarsang, barliq qibitlarning gunohi sana yuklandi. Ey ahli kitob, faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani sherik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni Xudo qilib olmaslikdek hammamizga o'rtaq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilayli degan. Agar ular yuz o'rsa, ya'ni buni qabul qilmasa, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Sura Al-Imron 3-sura 64-oyat danglar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu maktubni yetkazishga Hatib ibn Abni Balta'a raziyallahu anhuni tanladi ve bu xatni uningdan yo'lga soldi. Hatib ibn Abi Balta'a raziyallahu anhu Misrga berib Muqavviq bilan ko'rishdi ve uningga bu yerlarda sendan burun o'zini buyuk parvardigor deb olgan, ya'ni Firavunni demakchi bir odam o'tgan edi. Allah uni ilgari va keyingi gunohlari bilan jazoladi. Allah onun bu qilmishini ravo ko'rmadi. Uningdan intiqom oldi. Shunga sen boshqalardan ibrat, ya'ni ochiq savoq olgin. Boshqalar sendan ibrat olmasin, dedi. Muqavviq uningga javoban, bizning e'tiqod qilib kelayotgan dinimiz bor. Uni tashlay olmaymiz. Biroq uningdan yaxshiroq bo'lsa, dedi. Bu chaqda Hatib, biz seni islomga da'vat qilamizki, Allah uni quvvatlaguchidir. Uningdan boshqa hech qanday dinni qabul qilmaydi. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam kishilarni ashu dinga chaqirdi. Ularning ichida bu dinga hammadan bek qarshi chiqqani Qurayshlar bo'ldi. Eng dushmanlik qilgani Yahudlar va ilmiy muomalada bo'lgani Nasara, ya'ni xristianlar bo'ldi, dedi. U yana Musa alayhissalomning Isa alayhissalom ustida bergan bishorati, Isa alayhissalomning Muhammad sallallohu alayhi vasallam ustida bergan bishoratiga o'xshashdir. Bizning seni Qur'onga da'vat qilishimiz sening ahli Tavrat, ya'ni Yahudlarni Injilga da'vat qilganingga o'xshashdir. Har qanday bir payg'ambar qaysi xalqqa elchilikka avatilsa, ular shu payg'ambarning ummati bo'ladi va uningga itoat qilish majburiyati bo'ladi. Sen shu payg'ambarning zamonidagi tabiilardan biri. Biz seni Masih, ya'ni Isa alayhissalomning dinidan to'smaymiz, balki uning to'g'ri tarafini tutishga buyuramiz, deb so'zni oyoqlashtirdi. Muqavviq, men bu payg'ambarning ishlariga nazar silib ko'rdim. U yomon ishlarga buyurmabdi, yaxshi ishlardan hech qaysini to'simabdi. U ozg'un sehrgar va yoki chiroqchi kohin emas ekan. Uningda yo'shirin g'oyib ishlarni va maxfiy yepiq sirlarni Allohga munojat qilish bilan reallikda ro'yab chiqarishdek payg'ambarga xos mo'jizlarni sezdim. Men yana yaxshiroq o'ylab ko'ray.
dedi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mektubunu qo'liga ilib imza qo'ygandan keyin pil so'nkidan yasalgan esil bir qachiqqa silib og'zini etib yendagi bir cho'riga berdi va arabcha solaydigan bir mirzini chaqirib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga mundaq mektub yozdi. Nayet şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Qibitlarning oqsoqoli Muqavqiston Muhammad ibn Abdullah'a salam. Salamdan keyin ma'lum bo'lganki, yo'llagan maktubingni o'qib, uningda nimaga da'vat qilganligingdan vaqiflandim. Men payg'ambar keldiganligini bilatdim. Ammo Shamdan chiqdi deb o'ylaydim. Elchingni hurmatladim va uningdan sana qibitlar ichida yuqori o'ringa ega 2 kinizak va kiyim-kechak avatdim. Qabul qilgaysan va sana atab bir qichir avatdim. Mingaysan va salam. Buningdan ortiq ifoda bildirmadi. Ham musulmon bo'lganligini mu chakarlamadi. Uning avatgan 2 kinizikining biri Mariya, yana biri Şېرىن eri. Qichir bo'lsa payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z atiborlab mingan duldul shu bo'lib, Hazrati Muaviya radhiyallohu anhuning zamonigacha hayot edi. Mariyani payg'ambar sallallohu alayhi va sallam amriga elib, mo'minlarning anisliq degan gapgina sharpiga erishtirdi. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Ibrohim degan o'g'ilni tug'ib bergan, ammo Şېرىن degan kinizakni Hassan ibn Sabit radhiyallohu anhuga berib o'tgan. Uchinchisi Paris, ya'ni İran shohi Kisraga maktub yo'llash. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Paris shohi Kisraga mundaq mazmunda maktub yo'lladi. Nayet şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Allah'ның payg'ambari Muhammaddan Parislarning kattisi Kisraga, hidoyat yo'liga ergashganlarga, Allohga va Allohning payg'ambariga iymon keltirganlarga va Allohdan boshqa iloh yo'q, Allohning sheriki yo'q, Muhammad Allohning bandasi va elchisi deb shahodat etganlarga salom. Men seni musulmon bo'lishga da'vat qilaman. Men barliq insonlarga Alloh tarafidan tirik kishilarni ogohlantirish va kuffarlarga azob haqida so'zning haqligini uqtirish uchun avatilgan payg'ambar elchidirman. Musulmon bo'lsang omon bo'lasan. Agar bosh tarsang, butun majusi, ya'ni otashparastlarning gunohi sanga yuklandi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu maktubni avatish uchun Abdullah ibn Uzafa Shahmi radhiyallohu anhu ni tanladi. Abdullah radhiyallohu anhu bu maktubni olib Bahraynning oqsoqoliga topshirib berdi. Bahraynning oqsoqoli bu maktubni o'z odamlari orqali Kisraga yo'llab berdimi yoki Abdullah ibn Uzafa radhiyallohu anhuning o'zini avatdimi, bu bizga aniq emas. Qandaqli bo'lmasin, har holda maktub Kisraning qo'liga tegib, Parischiga o'rib o'qib berildi. U maktubni yirtib tashladi. Mening puhralarimdan oddiy bir puhra qandaqsiga o'zining ismini mening ismimdan burun tilga ilishqa petinibdi deb chalvaqib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Kisraning bu maktubga tutgan pozitsiyasini anglab, Alloh uning xonadonligini vayron qilib etdi degan edi. Rasululloh uning saltanati uzunga bormay gumron bo'ldi. Kisra bu qatim o'zining Yamanda turishliq valisi Bazanga xat yozib, jasur, chapdas odamdan ikkinni avatib, Hijoz tavasidan chiqqan ashu odam, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam demakchi, ni huzurimga topshirib bergaysan deb buyurgan edi. Bazan yendagi odamlardan raso qabul 2 nökarni tanlab, xat bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishig'i avatdi. U qitada payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni mazkur 2 kishiga qarshilik ko'rsatmay, Ironga berib xon bilan ko'rishga buyurgan edi. Nökarlar Madinaga kelib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan uchrashgandan keyin ularning birisi Shahnishah, ya'ni podshoh olim, Kisra oliylari, podshohimiz Bazanqa maktub avatib, seni uning huzuriga avatib berishga farmon qilgan ekan. Shunga Bazan bizni seni Ironga olib Kisraga topshirib berishga avatdi, dedi va bir muncha tahdid gaplarni qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularni at ko'rishaylik deb chiqarib atdi. Dal shu soat shu minutlarda Iron qo'shini Rum qo'shini tarafidan fojialik mag'lubiyatga yo'liqish bilan tang
xan cəmiyyətinin ikki qismida Kisraga qarşı qanlıq to'polon yuz berdi. Kisraning o'g'li Shiravai atasiga qarshi siyosiy o'zgarish qo'zg'ab, uni o'ldirib, barliq huquq va saltanatni o'z qo'liga oldi. Bu ahvol Hijriyaning 7-yili Jamadiyal avval 5-oyning 10-kuni seshanba kechasi yuz bergan bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buningdan vahiy orqali xabar topgan edi. Elchilar atisi degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan uchrashib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga bugun kecha Iran xon ordusida yuz bergan qonliq fojiani so'zlab berdi. Ular buni anglab cho'chib ketib, nima deyotganligini bilamiz, deyotganligini bilamsan. Biz sana oddiy chora o'ylashibdik. Sening bu aytganlaringning ne yezib xonga ma'lum qilamdik deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bo'ladi. Uni albatta xabarlandiringlar va aytib qo'yinglarki, mening dinim va saltanatim Kisraning qo'l ostidagi barliq ziminlarni egallaydi. Otliq va piyodaliklar baralgan hamma yerga boradi. Podshohlarga ya'ni shuni aytib qo'yinglarki, agar musulmon bo'lsa, huquqni saqlab qoladi. O'z xalqini idora qilish huquqini beraman dedi. Elchilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yenidan chiqib kechini kunduzga ulab yo'l yurib, oxir Bazanning oldiga berib to'xtadi. Shu asnoda Bazanga Iran xon ordusidan shahzoda Shirvayning o'z otasini o'ldirganligi va uning hokimiyatni qo'lga olganligi to'g'risida maktub keldi. Maktubnomada Shirvay mundaq yozgan edi: "Otam sana xat yozgan heriq odamni mening farmonim bo'lmag'ucha oldirab qo'zg'atib qo'ymag'in." Bu vaqa Bazan qatorliq Yamanda turishliq İranliklarning musulmon bo'lishiga sabab bo'ldi. 4-si Rum podshohi Qaysarga maktub yo'llash. İmam Buxoriy rahimahulloh uzun bir hadisni rivoyat qilish jarayonida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Rum podshohi Qaysarga yo'llagan maktubining to'liq tekstini naql qildi. Tuandiksi uning aynan ko'chirilmasidir. Nəhayət şəfqətlik, mehribon Allahның ismi bilan başlayman. Allahның bəndisi və elçisi Muhammaddan Rumның katisi Hiraqiga. Hidayət yoluga ergəşkənlərə salam. Musulmon bo'lgin, aman bo'lasan. Musulmon bo'lgin, Allah sana ikki hassa savab. Biri İsa alayhissalomga iymon keltirganligingning, yana biri Muhammad sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirganligingning savobi berildi. Agar islomdan yuz o'rsang, barliq xalqingning gunohi sana yuklandi. Ey ahli kitob, faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani sherik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni xudo qilib olmaslikdek hammamizga o'rtoq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilaylik degan. Agar ular yuz o'rsa, ya'ni buni qabul qilmasa, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Sura Al-Imron 3-sura 64-oyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu maktubni yetkazib berishga Dihya ibn Xulayf Tulkalbi raziyallohu anhuni tanladi va uni avval maktubni Busra valisiga topshirib berishga, Busraning valisini maktubni Qaysarga yetkazib berishga havola qilishga buyurdi. İmam Buxoriy rahimahulloh Ibn Abbas raziyallohu anhudan rivoyat qilgan yana bir hadisda Abu Sufyanning uningga aytib berishicha 10 yillik urush to'xtatish kelishimi imzolangan mezgilda Abu Sufyan Shamda tijoratda bo'lib Rum podshohi Herakli uning Quraysh sotkarlari bilan birga huzurga chaqirib qabul qilgan. Yana ular Iliyay Zahatda Yerusalim, ya'ni Baytul Muqaddas deki çağda padişah Qaysar Hicazdan kelgan Arab sotkarlari bilan ko'rishgan va ularni o'z majlisiga chaqirtgan. Uning atrofida Rum davlatining oliy davlat arkonlari o'ltirgan. Abu Sufyan mundaq degan: Padişah majlis ahliga diqqat buyrug'i bergandan keyin tilmoch orqali qaysinglarning nasabi, ya'ni urug' tuqqanchiligi heliqi o'zini payg'ambar deb olgan kishiga yaqinroq deb so'radi. Mening nasabim eng yaqin desam, u meni o'ziga yaqin o'ltirishga, boshqa hamrohlarimni mening keynimda o'ltirishga buyurdi. Anda u tilmoch orqali hamrohlarimga: "Men buningdan, ya'ni Abu Sufyandan heliqi kishi to'g'riliq bir qancha savol so'rmoqchi. Navoda uning gapi yolg'on aralashib qolsa, darhol
rad qilinglar, dedi. Abu Sufyan yana mundaq degan: Allah bilan qasamki, mubada ularning mening yolg'on so'zlaganligimni dastak qilib olishidan qo'rqmasam edim, albatta ancha muncha yolg'on yavudoqlarni aralashtirib qo'ygan bo'lardim. Anda u mendan so'rdi: uning aranglardagi nasabi qandoq? Esil nasab. Uning, ya'ni Muhammaddan burun aranglarda payg'ambarlik da'vosi qilgan kishi bormi? Yo'q. Uning ota-bobolari ichidan podshohlar chiqqanmi? Yo'q. Uning yuqori tabaqadagilar agashdimi yoki tuvan tabaqadagilarmi? Tuvan tabaqadagilar. Uning agashganlarning soni ko'payotamdi yoki oziyotamdi? Ko'payotadi. Uning agashganlarning ichida uning dinini yoqtirmay yenib olganlar bormi? Yo'q. U payg'ambarlik da'vosi qilishning oldida uni yolg'onchilik bilan ayblaganlar bormi? Yo'q. Uning ahdiga vafosizlik qilgan yeri bormi? Hozir biz uning bilan kelishim tuzishdik. Mushuningga xiyonat qilamdi yo'q, bilmayman. Abu Sufyan menga mushu so'zni qo'shib qo'yishdan boshqa bir kalima so'zga imkon bo'lmadi degan. Uning bilan urush qildingizmi? Ha, urush qildik. Qaysinglar yangdinglar? Ba'zi u yangdi, ba'zi biz yangdik. U sizlarni nimalarga buyuryotdi? U bizni yakigona bir Allohga ibodat qilishga, Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka, ota-bobomizning noto'g'ri yo'llarini cho'rib tashlashga, namoz o'qishga, sadaqa berishga, rostchil, iffatli bo'lishga va urug' tuqqanlarga sila rahim qilishga buyuryotdi. Gap mush yerga kelganda Qaysar Tilmaj orqali Abu Sufyonga mundaq dedi: "Sendan uning nasabini so'rsam, uni esil nasabilik deding. To'g'ri, payg'ambar esil nasabilik bo'ladi. Yana ilgari aranglarda payg'ambarlik da'vosi qilgan kishining yo'qligini aytding. Agar payg'ambarlik da'vosi qilgan kishi bo'lgan bo'lsa, Muhammad shuni do'rab chiqqan kishi ekan deydim. Uning ajdodlarida birarsi podshoh bo'lganmi desam, yo'q deding. Shundoq bo'lsa, ajdodlarning shohlik taxtiga varislik qilmoqchi bo'pti deydim. Yana uni burun yolg'onchilik bilan qarlanmagan deding. U kishilarga yolg'on aytmagandek, Allohga albatta yolg'onni to'qinmaydi. Uningga tuvan tabaqadagilar agishibdi. Intayin to'g'ri, payg'ambarlarga tuvan tabaqadagilar agishidi. Uning agash kuchlari ko'payotdi deysan dehi. Iymon ahli ana shundoq ko'payib boradi. Uning agash kuchlari ichidan yenib olganlar yo'q deding. Shundoq iymonning halovati kishilar qalbiga singgan sari ularning maydoni mustahkamlandi. Uni buningda ilgari varisiga xiyonat qilmadi deysan. Payg'ambarlar azaldan xiyonatdan xoli kishilardir. U nimalarga buyuruydi desam, Alloh ibodat qilishga, uningga sherik keltirmaslikka, butqa cho'qinmaslikqa, namoz o'qishga, sadaqa berishga va iffatlik bo'lishga buyuruydi deysan. Agar deganlaring rost bo'lsa, u men turayotgan mushu zaminlarni pat arti egallaydi. Men uning cho'qim chiqadiganligini bilatdim. Ammo sizlardan chiqadi deb o'ylamaydim. Agar uning uchrashishga imkon bo'lsa, cho'qim uchrashishga tirishaman. Navoda hozir uning huzurida bo'ladigan bo'lsam, uning putquliga suv quyatdim. Ondan odam chaqirib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam avatgan maktubni o'qitishga boshladi. Maktub o'qilib bo'lib, podshoh Qaysarning huzurida varang-churang ko'tarilib ketdi. Shuning bilan biz chiqib ketishga amr qilindik. Abu Sufyan mundaq deydi: "Shuning bilan men chiqib ketib edim, o'z odamlarimga u Muhammadning ishi Rum podshohini cho'chitayotgandek bo'lib qapti" dedim. Va shundan e'tiboran u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ishi cho'qim g'alaba qiladi ekan degan o'yda bo'ldim. Oxiri Alloh meni islomga musharraf qildi. Mana bular Abu Sufyanning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning maktubning Rum podshohi Qaysarda qoldirgan ta'sirotlarini o'z og'zi bilan bayon qilishidir. Bu maktub Qaysarda shundoq yaxshi ta'sirotlarni qoldirgan ediki, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning maktubini elib borgan elchi Dihya ibn Xulayfa raziyallohu anhuni nurg'un mol, mata va kiyim-kechak qatorliq so'q salomlar bilan tortiqlagan. Afsus, Dihya qaytashida Asma degan yerga kelganda, Juzam qabilasidan bir to'p qaroqchilar uning oldini to'sib, uning yendagi jemi narsini bo'lib oldi. Shuning bilan
Dihiyat tul kalbi raziyallohu anhu uyga qaytmay, udul payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'i kelib, ahvol ma'lum qilib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam darhol Zayd ibn Haris raziyallohu anhuni izohatda Vadil Qur'onning chat tarafidagi joyga 500 kishi bilan jazo yurishi qilishga avatdi. Zayd ibn Haris raziyallohu anhu Asmodiki bu qaroqchilarga tuyuqsiz hujum qilib, nurg'un odamni o'ldirdi va 1000 to'yga 500 qo'yni g'animat oldi. Ayollar va bolalardan 100 ni asir elib, Madinaga yalab elib keldi. Aslida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Juzam qabilasi o'tirisida ahd kelishim bor edi. Shung bularning boshlig'i Zayd ibn Rifa'a Juzami darhol payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'i kelib davolashdi. Zayd ibn Rifa'a va uning qavmidan bir turkum kishilar xeyli burunla musulmon bo'lgan bo'lib, qaroqchilar Dihyaning yo'liga to'sqanda Zayd va uning odamlari Dihya tarafda turib uning yordam bergan. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning bu tavasini qabul qilib, g'animat elingan mol-mulk va asirlarni qaytarib berishga buyurdi. 5. Munzir ibn Savg'a maktub yo'llash. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Bahriyning bosh valisi Munzir ibn Savg'a maktub yo'llab, uni islomga da'vat qildi va bu maktubni Aloy ibn Hazrami raziyallohu anhudan avatdi. Munzir maktubini topshirib olgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga: "Ey Rasululloh, maktubni topshirib elib Bahrayn xalqiga yetkizdim. Ularning bir qismi bu chaqiriqqa ovoz qo'shib musulmon bo'ldi. Yana bir qismining ideyasi hal bo'lmadi. Mening tavallikimda majusi, yana otashparastlar va yahudlar bor. Bular to'g'risida nima qilishimni buyuraysan?" deb javobnoma yozdi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning yana mundaq maktub yozdi: "Nayt shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allohning payg'ambari Muhammaddan Munzir ibn Savg'a salom. Men Allohga hamd sana aytamanki, uningdan boshqa iloh yo'qdir. Guvohlik beramanki, Muhammad Allohning bandasi va elchisidir. Salomdan keyin ma'lum bo'lg'ayki, men sana Allohni asiltiman. Kimki samimiy, sodiq bo'ladi ekan, o'ziga foydali. Kimki mening elchilarimga itoat qilsa, ularning buyrug'iga bo'ysunsa, menga itoat qilgan bo'ladi. Har kim ularga samimiy, sadoqatli bo'ladi. Menga sodiq bo'lgan bo'ladi. Mening elchilarim sening yaxshi tarafingni qilib ketdi. Men seni xalqing uchun sharqiy, ya'ni vakil qildim. Musulmon bo'lganlarga cheqilma. Men osiy gunohlarning gunohini kechirdim. Senmi kechirgin? Sen bizga sodiq bo'lsanglar, seni amalingdan bo'shatmaymiz. O'z diningda qolgan Yahudi va Majusiylardan jizya, ya'ni qo'g'dash kafolat haqqi elinsa bo'ladi. Vassalam. 6. Yamaning bosh valisi Havza ibn Aliga maktub yo'llash. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Yamaning bosh valisi Havza ibn Aliga mundaq maktub yo'lladi: "Nayt shafqatli, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allohning payg'ambari Muhammaddan Havza ibn Aliga va hidoyat yo'liga ergashganlarga salom. Salomdan keyin shuni bilishinglar kerakki, mening dinim oramizda bor yerning hammasiga tarqaladi. Musulmon bo'lsang, omon bo'lasan va seni yanala valiylik o'rningda qoldiraman." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu maktubni yetkazish uchun Salid ibn Amru raziyallohu anhu ni tanladi. Salid raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning muhuri besilgan bu maktubni olib Havzaga topshirib berib edi. Havza uni qizg'in qarshi elib, o'z loyiqida izzat ikrom qildi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning maktubini o'qitib angladi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning maktubiga javob qaytarib: "Sening da'vat qilganlaringning nihoyat ahamiyatli yaxshi ishlar ekan. Bütün arablar mendan tap tortidi. Shunga meni ishingga sherik qilsang, sana ergishiman" deb maktub qaytardi hamda nurg'un sovg'a salom va ajarda ishlangan raxtlardan tortiq yo'lladi.
Saliti raziyallohu anhu yiliqi narsa keraklarni elib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib, ahvolni yetkazib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning xetini o'qib ko'rib, u mendan bir parcha yer so'rsimi bermayman. Uning o'zimi va hokimiyatimi vayron bo'ladi dedi. Shundan xeyli keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makka fathisidan qaytib kelgan edi. Jibril alayhissalom uningga Havzaning o'lganlik xabarini yetkazdi. Shu chog'da payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yaqinda Yamamada payg'ambarlik da'vosi qiladigan bir qassob maydon keladi. Onda u men olamdan o'tgandan keyin yo'qoladi dedi. Biraylan ey Rasululloh, uni kim o'ldirdi deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sen va sening hamrohlaring deb javob berdi. Keyin rost shunday bo'ldi. 7-si Damashqning valisi Haris ibn Abi Shimirga maktub yo'llash. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Damashqning valisi Harisga tuvandagi mazmunda maktub yo'lladi. Nəhayət şəfqətli, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allohning payg'ambari Muhammaddan Haris ibn Abi Shimirga hidoyat yo'liga ergashganlarga, Allohga iymon etganlarga va Allohni e'tirof qilganlarga salom. Salomdan so'ngra men seni sherigi yo'q, yakka yagona bir Allohga iymon keltirishga chaqiraman. Shunda qilsang, o'rning saqlanib qoladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu maktubni yetkazib berishga Asad ibn Huzayma qabilasidan Shujai ibn Vahab raziyallohu anhuni tanladi. Shujai raziyallohu anhu maktubni elib berib, Harisga topshirib berib edi. U mening valiyligimni kim tortib olaydi ekan? Uning bilan cho'qim lashkar tortib berib urushiman dedi va musulmon bo'lmay qilaverdi. 8-si Umman podshohiga maktub yo'llash. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Julandining 2 o'g'li Ummanning podshohi Jayfar va uning qarindoshi Abdiga maktub yo'lladi. Maktubning teksti mundaq edi. Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Muhammad ibn Abdullahdan Julanning 2 o'g'li Jayfar va Abdiga. Hidoyat yo'liga ergashganlarga salom. Salomdan keyin men sizlarni musulmon bo'lishga chaqiraman. Musulmon bo'lsanglar omon bo'lsizlar. Men hayot insonlarni ogohlantirishga, kuffarlarga Allohning azobining barhaq ekanligini uqtirishga avatilgan payg'ambardirman. Musulmon bo'lsanglar o'z mansibinglardan qolasizlar. Agar bosh tarsanglar, huquqinglardan ayrilib qolasizlar. Yurt makoninglar otliq qo'shinning to'yaq ostida qoladi. Mening payg'ambarligim tavayinglarda cho'qim g'alaba qiladi. Vassalam. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu maktubni yetkazish vazifasini Amr ibn As raziyallohu anhu topshirdi. Amr ibn As raziyallohu anhu mundaq deydi. Men maktubni elib chiqib, oxir Ummanga yetib bordim. Men u yerga yetib berib, ahvol Abni bilan ko'rishdim. Abdi Hayfarga nisbatan mijoz xulqi tamkin odam edi va uningga men Rasulullohning san va sening qarindishing Jayfarga maxsus avatgan elchisidirman dedim. U menga qarindishim Jayfar yoshda va huquqda mendan cho'ng. Sho'ng men seni uning bilan uchrashtiray. Maktubingni u o'zi o'qib ko'rsin dedi. Ondan u sen nimaga da'vat qilasan deb so'radi. Men uningga Allohni bir, yakka yagona, sherigi yo'q deb bilishga, Allohdan boshqa yolg'on, ya'ni ma'budlarni cho'rib tashlashga, Muhammad sallallohu alayhi vasallamni Allohning bandisi, elchisi deb guvohlik berishga da'vat qilaman dedim. U menga: "Ey Amru, sen xalqning ichida xeyli nupuzliq odam. Iqina, sening otang qanday qildi? Uni biz o'zimizga ulgi qilayli" dedi. Men: "U iymon keltirmay o'lib ketdi. Men hozir uni iymon etib musulmon bo'lgan bo'lsa-chu deyman. Menmu yaqinga qadar otamni o'xshash to'nishqa edim. Yaqinda Alloh meni hidoyatga boshlab musulmon bo'ldim" dedi. Abdi mendan: "Uningga sen qachondan beri ergashding?" deb so'radi. Men uzoq bo'lmadi deb javob berdim. U yana mendan qayerda musulmon bo'lganligimni so'ragan edi. Men Najoshining huzurida musulmon bo'lganligimni va Najoshiningmi musulmon bo'lganligini aytsam, u Najoshining xalqi uning hokimiyatini qanday qildi dedi. Men: "Uning xalqi uni o'z o'rnida qoldirdi va uningga ergashdi" dedim.
u bosh poplar va rohiblarning hammasi ergashdimi deb so'radi. Men ha, ularmi ergashdi deb javob berib edim. Abdi amru obdan o'ylab so'zlagin. Odamga yolg'onchilikdan qabih rasvochilik yo'q dedi. Men qat'iy yolg'on aytmadim. Yolg'on aytishni dinimizda qat'iy ravo ko'rmaymiz dedim. Ondan u podshoh Iraqli Najoshining musulmon bo'lganligini uqmagan bo'lsa kerak dedi. Men albatta uqqandu dedim. U buni qandoq bilasan deb so'radi. Men Najoshi aslida Iraqliga o'lpon topshirib turadi ekan. U musulmon bo'lib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashgandan keyin azmiray xudo u ya'ni Iraqli mendan bir tiyin so'rsin bermayman deb qasam qilibdi. Bu gap Iraqlining quliqiga yetgan ekan. Qeyrindishi Niyoq uningga necha vaqtdan beri sana al bo'lib o'lpon topshirib kelgan bir quling amdilikda biroqli itoatdan chiqib sening diningni tashlab yangi bir dinga mayli bo'lib ketsa uni o'z mayliga qo'yibsang to'g'ri bo'lamdi degan edi Iraqli. Kishi o'ziga bir dinni tanlab uningga berilib ketsa men to'sib nima qilatdim? Qasam qilmanki huquq mansabni demasam menmi uning qilg'inini qilar edim deb radiya berganmish dedim. U amru aytqanlaring rostmi deb so'radi. Men azbiray xudo rost bo'lmaychi dedim. Abdi Muhammad nimalarga buyuruydi, nimalarga din to'sidi, menga aytib bergin dedi. Men dedimki u Allohga itoat qilishga buyuruydi va uning osiylik qilishdan to'sidi. Yaxshi ishlarni qilishga, sili rahimni uzib qo'ymaslikqa buyuruydi. Zulm silish, boshqalarning haqqini yavilish, zina qilish, aroq ichish, tosh tikan but haykallarga va kiris tilmudlarga cho'qinishdan to'sidi. Abdi buni anglab, uning da'vat qilganlari nima degan yaxshi. Agar qayrindishim ma'qul ko'rsa, uning oldiga berib musulmon bo'lib kelgan bo'ladi. Lekin uning Muhammadga beqinib huquqning tuvallab ketishiga ko'z qiymaydi dedi. Men uningga agar qayrindishim musulmon bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni o'z mansibida qoldirdi-da, u boylardan zakot elib, kambag'allarga tarqitib berib, hukm sursa bo'laverdi degan edi. Degan edim, u amru bu yaxshi qoida ekan. Sadaqa zakot degan nima deb so'radi. Shuning bilan men uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bekitgan islom dinining iqtisodiy jihatda mol-mulklarga qaratilgan o'shir zakot majburiyatlarini tushuntirib, to'yga haqida to'xtalib edim. Abdi ibn Julandi amru yayloqda beqiyotgan chorvillarimizdanmi zakot ilinamdi deb so'radi. Men albatta ilindi dedim. O Allah bilan qasamki, mening xalqimning yurt, mahalla, manzillari keng ham tarqoq, chorvalari ko'p, buningga itoat qilmoqi tas dedi. Amru ibn As raziyallohu anhu mundaq deydi. Shuna qilib men uning uyida bir qancha kun turdim. U qayrindishi Jayfarga mening kundalik ahvolimni, aytgan so'zlarimni yetkazib turdi. U bir kuni meni chaqirtibdi. Sho'ng men uning yeniga bordim. Uning odamlari meni to'smoqchi bo'lib edi. U menga kirishga ijozat berib, ishorat qildi. Men kirib Jayfarning qishida o'ltirishga tamshilib edim. Ular meni o'ltirg'izmadi. Uningga qarasam, u gaping bo'lsa degin dedi. Men uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muhri bisilgan maktubni tutib edim. Jayfar maktubni ichib o'qib, oxirlashtirib qerinishiga berdi. U maktubni elib o'qidi. Jayfar maktubning xeyli ta'sirlanganda qilatdi. U mendan amru Qurayshlar qanday qildi deb so'radi. Men uningga javoban ular Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ergashdi. Ya'ni o'z ixtiyori bilan uning diniga kirdi va yoki qilish bilan itoatga keldi dedim. Jayfar uning yinda qanday odamlar bor deb so'radi. Men odamlarning islomga moyil bo'lib ketdi. Ular islom dinini boshqa dinlardan afzal bilmoqda. Om xalq hozir Allohning hidoyat ato qilishi va o'zlarining aql farosat ko'zlarini ichib tafakkur qilish va o'zlarining o'tmishlarining ozg'unlik va gumrohlikda o'tib ketganligini his qilishmoqda. Amdi hozir mushu atrofda salla qilib qolding. Bugun sen musulmon bo'lib, uningga
tabi bo'lmasang, әді оның атлıq qo'shuni sening bag'varan uy makonlaringning atrofida paydo bo'ladi. Musulmon bo'lsang, aman bo'lasan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam seni o'z mansibingda qoldiradi. Atlıq qo'shin deganlarni ko'rmaysan, dedim. U menga bir kunlik mahlat bergin, әді degan uchrashayli, dedi. Shuning bilan men Jayfarning yenidan chiqib, uning qeyrindishi Abdining yeniga bordim. U menga "Amru, men u Jayfarning o'z huquqiga tortishib qolmasla, cho'qim musulmon bo'lishiga ishonaman", dedi. Әтсә degan uning yeniga kelib edim, ular meni kirgizmadi. Shunga yana qaytib ketib, uning qeyrindishi Abdining yeniga berib, Jayfar bilan uchrasha olmaganligimni aytdim. Abdi meni qeyrindishi Jayfar bilan ko'rishtirdi. O mundaq dedi: "Men sening da'vat qilgan ishlaring to'g'risida ko'p o'ylandim. Bir odamning lashkari kuchini ko'rmay turib, qo'limdagi huquqimni uning o'tkazib bersam, suvni ko'rmay kiyim soladigan qobiliyatsiz odam bo'lib qolganman. Uning qo'shini yetib kelgan taqdirdami, ko'rgulikini ko'radi", dedi. Shunga men uningga әді yo'lga chiqadiganligimni aytdim. U mening rostga qaytmoqchi bo'lganligimga jazm qilgandan keyin qeyrindishi Abdi bilan birdam ayirib maslahatlashib mundaq deyishibdi: "Biz Muhammad bilan qarshilashib foyda topolmoqdakmiz. Muhammad maktub avatgan allarning ko'p qismi uning itoat bo'yinlarini egibdi. Shuning bilan Adsa deganda u menga odam avatib, ikkisi islomni qabul qildiganliklarini bildirib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mutabiyat qildi. Mening zakot va ular orasidagi haq talab da'vo ishlarini shariat bo'yicha ayrishimga sharoit hozirlab berdi va qarshilik qilganlarga men tarafda turib yordam qildi. Qissaning jarayonidan qaraganda bu maktubning ularga avatilgan vaqti boshqa podshoh va valiylarga maktub avatilgan vaqtdan ko'p keyin ekanligi, bo'libmi Makka fathi qilingandan keyin avatilganligi ma'lum bo'ladi. Shundaq men mushu maktublarni avatish orqali payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zining da'vat sadosini shu mazgildagi jahon hukmronlarining ko'p qismiga yetkazdi. Ularning ichida Manın mushu maktublarni deganni men deb o'qib qoptiman, kechirsizlar. Shundaq qayta o'qay. Shundaq mana mushu maktublarni avatish orqali payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zining da'vat sadosini shu mazgildagi jahon hukmronlarining ko'p qismiga yetkazdi. Ularning ichida iymon etib musulmon bo'lganlarimi, bo'yin to'lg'ab mushrik holatda qolganlarimi bo'ldi. Lekin bu sada ashu mushriklarning butun yodini qopladi. Ularga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning nom sharifini, diniy maslak nishonini uqtirdi. Xo'sh, sevimli qarindoshlarim, bugungi bevosita anglitishni misha to'xtay. Biz hozir Hudaybiya sulhisidagi keyingi lashkariy harakatlar, ya'ni g'oyi jangi yoki ziqarat jangi degan mazmunga kelib to'xtadik. Unda bo'lsa, keyingi mazmunda mushu temadan boshlab o'qishdan boshlaymiz. Hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Diqqat berganingizlarga rahmat. Alloh razı bo'lsin. Allohga omonat.